marojniy biznes egalari, hot-dog biznes egalariga yaxshi maslahat bermoqchi edim. Qanaqa maslahat? Birinchi yil ochganlar uchun bu maslahatim ishlaydi. Birinchi yil marojniyxona ochib qo'yib yoki hot-dogxona ochib qo'yib, pribel yo'q, foyda yo'q, o'zidan o'zi ortmayapti deydiganlar uchun bitta fishkani aytib qo'yaman. Birinchi yil o'zi hammada shunaqa bo'ladi. Eng katta sababi masallig'i, ya'ni marojniyga ketadigan seriyoni sotib olishingiz bo'ladi qimmat narxga. Stakanlari nollargacha sotib olasiz. Bu rasxod, turgan bitgani faqat rasxod. 3 millionlik savdodan 1,5 million, 2 million rasxodga chiqib ketadi. Undan tashqari ishchiga ketadi, arendaga ketadi, svetga ketadi, nalogga ketadi. O'zingizga oddiy ishchini puli qoladi kuniga. Lekin bu juda ham tabiiy hol. Birinchi yilda ishlaydigan formula. Lekin keyingi yildan qanaqa ishlash kerak? Keyingi yildan bu yilga sof foydaga tegmasdan turib imkoni boricha sex ochishga yoki o'zingiz o'sha masallig'i ishlab chiqarishga harakat qiling. Sababi ishlab chiqarishda eng katta milliarderlar o'tiradi, eng katta puli bor odamlar ishlab chiqarishda o'tiradi. Sababi siz oladigan mahsulotni 20 mingdan oladigan bo'lsangiz, o'zi ishlab chiqarganingizda 15 ming, 14 ming, 10 mingga ham aylanishi mumkin. Bu narsani juda ko'pchilik yaxshi biladi. Lekin men sizlarga boshqa fishkani aytaman. O'sha ishlab chiqarish boshlagandan keyin amallab reklama qilib, o'zingizga o'xshagan boshqa do'konlarga, 10-15 ta do'konlarga masalliqlarni tarqatganingizdan keyin o'zingizga tushadigan, do'koningizga keladigan, sexingizdan keladigan mahsulotda mutlaqo tekinga tushadi sex hisobidan. Sex o'zi bilan o'zi aylanib boshqalarga tovar yetkazib turaveradi. Sizga kelgan mahsulotlar sizga tekinga tushaveradi. Shunda do'koningizda 3 million savdo bo'lsa, 3 million foyda, 4 million savdo bo'lsa, 4 million foyda. Bu faqat ikkinchi yilda ishlaydigan holat. Keyin pul qo'lingizda pul ko'rgandan keyin yana boshqa filial ochishga qiziqasizlar. Keyin filial ko'payadi, keyin atrofdagi odamlarga tarqatish o'rniga o'zingizning marojniyxonalaringizga mahsulotlar tarqatib, qolganlarga tapa-taq to'xtatasizlar. Ana shundan keyin formula ishlaydi. Bu bizga o'xshagan kambag'al odamlar, mana noldan ko'tarilayotgan odamlar uchun eng yaxshi formula. Lekin bu aytayotgan narsa ham o'zingizning mahsulot boshqaga sotib retseptini chiqib ketadi degan narsa u boylarda ishlaydi. Bizda pul yo'q. Biz любой narsadan pul qilishga majburmiz, do'jimiz. Lekin bu videoni olishdan asosiy maqsad bu yil marojniyxona ochib qo'yib, bu yil hot-dogxona ochib qo'yib, foyda yo'q, faqat 200 ming, 100 ming qilyapti deb o'tirganlarga bu signal. Amallab bu yil o'tkazish kerak, keyingi yildan iloji boricha o'zi ishlab chiqarish kerak. Katta fast foodlar, katta do'konlar o'zi ishlab chiqaradi. O'shaning uchun ularda pribel ko'rinadi ko'zga. Bizda birinchi yilda bitta tochka bilan katta foyda kutish eng katta xato. Sog' bo'linglar, kanalga, profilimga obuna bo'linglar. YouTube'da ham videolarim bor. Telegramga obuna bo'linglar.